Assalamualaikum sağolasizlar. Men yangi bir projekt ishlab chiqdim. Testlak topshiriqlarimni birlashtirib, undan Google'dan boshqa o'rnaklarni tepib, bo'lib shu LCD 1602 ga oid o'rnaklarni tepib, buni testlak topshiriqlar bilan birlashtirib, men projektni bir yasab chiqdim. Buni Tinkercad'da mana shunaqa loyihaladim. Undan buni Arduino boardga chetib boqsam, sinab boqsam, mush bo'yicha bo'ldi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Buningki kodi bu yerda. Buni ozroq dastlabki kodi bilan birlashtirib, Arduino boardga yo'lladim. Chunki dastlabda men ultrasound sensorni, distance sensorni bir qilib boqqan. Shuningdek, ba'zi kodlarni yo'tib birlashtirib qildim. Undan 20 santimetrdan yaqin bo'lsa, ekranga yaqin bo'lib qoldi deb chiqadi. Oraliq o'ngda yiroq bo'lsa, bu oraliq yaxshi deb chiqadi. Buni simulate qilib boqdi. Yigirma santidan jiq, ya'ni 19. Yaqinroq kirish kerak ekan. Yaqin bo'lib qoldi deb belgi beryotdi. Mana bu shaklda. Undan buni Arduino boardda kurashtirib boqqandan keyin mana shundoq bo'ldi. Unda potentiometer ekrandagi yiziqni qanday quvvat qilib o'zgartiradi. Undan ultrasound distance sensor 20 santimetrlik oraliqni sezdi. Ekran qarsam too close now deydi. 20 santimetrdan kichik bo'lsa, yiroq ketgandan keyin distance find distance distance is fine deb